Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Xudo xolasa biz hafta o'rtasida kech bo'lganda yo'lga chiqdik. Quyosh botish arafasida soat salkam 10 ga yaqinlashib qoldi. Litvada endi quyosh botyapti. Shunaqa soat 10 larda shom Litvada hozir shunaqa bo'lib turibdi. Biz kech bo'lganda yo'lga chiqdik. Xudo xolasa bu safargi manzilimiz Germaniya, yana Germaniya. Srochniy yuk chiqib qoldi, o'sha yukni olib ketyapmiz. Bitta palet. Mashinada boshqa yuk yo'q. Bitta palet, og'irligi 380 kilo. Xudo xolasa shu yukka eson-omon inshaalloh yetkazib yuborsak, marra bizniki. Xudo xolasa hafta o'rtasida yo'lga chiqdik. Temir mashinada chiqdik bu safar. Temir mashinada hech qanaqa obyezddan yurmaymiz, faqat to'g'ri granitsa bilan, katta granitsa bilan o'tamiz. Xudo xolasa. Deyarli granitsaga yaqinlashib qoldik. Mana bu yoq zapravka, parkinglar, o'ng taraf, chap taraf. Xudo xolasa hozir taxminan 5-10 minutda o'sha chegaradan o'tamiz. Litvadan chiqib Polsha chegarasiga kiramiz. Xudo xolasa oldinda 3 ta zapravka bor. Aviya постоянный kiradigan, doimiy kiradigan aviya zapravkamiz va to'g'ri svechkadan yurmaymiz bu safar. Chap tarafdan yuramiz. Citroenix zapravkasiga kiramiz va Germaniyada Tankpol. Shu bilan xudo xolasa manzilga yetib boramiz. Manzilimiz 1550 kilometr. Xudo xolasa uzoqlik oraliq masofasi 1550 kilometr. Xudo xolasa bugun chiqqan bo'lsak, ertaga kechga inshaalloh kirib boramiz. Xudo xolasa. Temirdamiz. Temir nisbatan nargi mashinalarga nisbatan tez yuradi. Xudo xolasa tez kirib boramiz. Xo'p. Bir ikkita kommentariyalarda savollar tushgan. Misol uchun planshetga, o'sha zapravkalar planshetga uriladimi? Yo'q, bizga zadaniya qilib tashiydi. Planshetimizga zadaniya qilib zapravkalarni tashiydi. Borib o'sha zapravka qilib bo'lganimizdan keyin planshetdan xuddi zakazsi bajarildi deganga o'xshab, bu topshiriq ham bajarildi. Bu topshiriqni yopamiz, zapravkani yopamiz, ya'ni. Xo'p. Keyin zapravka qilib bo'lgandan keyin cheklarni yig'amiz. O'sha bizga bergan nimalar bor? O'sha putyovka bor. Putyovkaga bugun chiqqan vaqtimizni yozamiz. Chislo, soat, mashinani probegi. Necha kilometr o'sha probegi. Masalan, bu mashina 605.238 yurdi. Misol uchun shunaqa deb yozamiz. Va kelganda topshirganda kelgan kilometrini yozamiz chislosi bilan. Xo'p, putyovkani orqasiga zapravka qilgan zapravkalarimizni yozib boramiz, hammasini. Zapravkalarni hammasini yozib boramiz va o'sha qilgan zapravkalarimizni cheklari bor. O'sha cheklarini putyovkani orqasiga stepler bilan qotirib qo'yamiz. Bu yoq уже remont yo'lga keldik. Litvadan Polshaga o'tish joyi, ozroq joyi remont. Har doimgidek. Xudo xolasa ozgina qoldi, уже bitib qoladi. Xudo xolasa yana 1-2 oy uzog'i. Keyin bunaqasi aylanib yurmasdan primoy katta yo'l bilan tushib boraveramiz. Xudo xolasa. Shunaqa отчетlar qilinadi. Hamma o'sha nechida reysga chiqib ketildi, qaysi chisloda chiqib ketildi, qaysi kuni kirib kelindi, hammasi yoziladi. Отчетlar qilib, oy oxirida отчет topshiriladi. O'sha topshirilgan chislogacha oylik to'lanadi. Topshirilgan chislogacha, o'sha misol uchun bir oyda 20 kun ishlansa, 20 kunga oylik to'lanadi. Yoki bo'lmasam 25 kun bo'lsa, 25 kunga oylik to'lanadi.
Yevropalarda, misol uchun Germaniyalarda unaqa emas. Bu yoqda o'sha masalan kuniga 80 deyiladi. U shanba bozor dam olsangiz ham, dam olgan kuningizga ham to'laydigan firmalar bor. U zo'r lekin. U zo'r. Shanba, yakshanba kunlari Germaniyada asosan dam olinadi. Ko'p firmalar. Deyarli hammasi dam oladi, adashmasam. Shanba, yakshanba dam. Xo'p, planshetdan foydalanmaymiz. Planshetdan chunki o'sha Germaniyaga kirib olguncha bilamiz. Germaniyaga kirgandan keyin xudo xolasa yoqamiz planshetni. Granitsadagi mana shu o'ng tarafdagi Neste va chap tarafdagi Neste zapravkasi bu bizning oxirgi zapravkalarimiz. Shulardan qilib olamiz. Oxirida. Oxirgi payt bu yoqlarga ham kirmaymiz deyarli. Mana bu safar zapravka qilganim yo'q. Mashinani qabul qilib olganimda zapravkasi to'laydi. Zapravkasi to'laydi. O'sha zapravka bilan xudo xolasa ketyapman. Shu zapravka bilan bemalol aviaga kirib boraman. Xudo xolasa. Yana xudo xolasa hozir o'sha chegaraga yaqinlashib qoldik. Chegarada telefonga ola olmayman. Harakat qilaman olishlikka. Xudo xolasa. Bu yoqda o'sha mana shu chap tarafdan yangi yo'l tushgan. Endi pastdan bu eski yo'ldan yurilmaydi, bu yoqdan yuriladi. Yana bir oy nari bersa, o'sha juda ham tez bo'lib asfaltlar qilib tashashibdi o'sha. Bir o'tganimda asfalt yo'q edi. Men kecha kechqurun kelishimda, kecha yaqinda Yevropadan kelganda kelishimda ko'rdim. O'sha asfalt qilib tashashibdi. Xo'p, yana keyin anaqa o'sha kuni politsiya to'xtatib o'sha paletlarni yirtdi, paletlarimizni o'sha tekshirdi desam, kommentariy yozishibdi. Yo'q, bunaqa qilmaydi Yevropada. Bunaqa bo'lmaydi deyishibdi. Yo'q, bo'ladi. Bo'lmaydi emas, bo'ladi. Tekshirar ekan. Iminna o'sha politsiyalar tekshirar ekan va men faqat bilganim yo'q, o'sha paletni yirtgan, o'sha qaysi yukni yirtib korobkasini yirtib tekshirgan bo'lsa, o'zi aslida o'sha yukni sim karta nima, o'sha yukni SMR-ni berishim kerak ekan, o'sha SMR-ga o'zlari o'sha politsiyalar pechat urib berar ekan aslida. Lekin ular pechat urishmadi, o'sha skotch bilan o'zlarini o'sha videosi ham bor, uni ham qo'yib o'tamiz, xudo xolasa. O'sha skotchlagan nimasi bilan qildi, o'sha ham bo'ladi atagida. O'sha ham bo'ladi dedi. U любой joyda tekshirishga haqqi bor. U Yevropa bo'lsin, xud qat bo'lsa ham shubha uyg'otdimi, yuk shubha uyg'otdimi, ularni tekshirishga haqqi bor. Tekshiradi. Mana bu Litvani tugash chegarasi. Xudo xolasa hozir Polshaga o'tamiz. Deyarli уже kelib qoldik. Litva hududidan chiqqanmiz. Mana shu ko'prikdan o'tsak уже bo'ldi. Litva tugidi, ko'prikdan yog'i kelayotgan ko'prikdan narig'i уже xo'p, Polsha. Litvani politsiyalari turadigan joyini o'zgartirishibdi. Mana mostdan o'tganda turishibdi. Chap tarafda. Furani to'xtatgan. Yaxshi, Litvada turishmasdi, Litvada ham дорожный politsiyalar turishibdi. Umuman turishmasdi. Kelganimdan beri ko'rmagandim, deyarli ko'rmagandim-da.
Biz уже Polsha hududiga o'tdik. Polsha hududidamiz уже. Katta granitsa deymiz buni. Katta granitsa bu yerdan kunduzlari o'zi umuman yuk bilan o'tish, perigruz bo'lsa bu yerdan o'ta olmaymiz. Sababi e'tibor bermaysizlar, yoz bo'lganiga men oynada nihoyatda nimalar ko'paygan chivinlar. Yoz bo'lganiga oynada sal artdimi bo'ldi, chivinlar yopishib nima bo'lib ketdi. Video sal xiralashib qoldi, kачествоsi. Mana znak turibdi tepada. Hozir sekin o'ng qo'lga o'tamiz. O'ng bilan o'tib ketamiz hozir. Sababi bu yoqda o'tmasligimiz sababi bu yoqda deyarli taroz turadi. Taroz turadi, o'shaning uchun o'tmaymiz. Abez yo'l bilan o'tib ketamiz, abez bilan. Hop, politsiyalar turishibdi. Bilmayman endi hozir to'xtatadimi yo'qmi ko'ramiz. Politsiya to'xtatishdi hozir. Xo'p, hujjatlarimni tekshirishadi va yo'limizda davom etamiz. Mashinani tekshirdi. Hatto salondagi yuklarimni ham tekshirishdi. Endi hujjatlarni kompyuterga solib tekshirsa bo'ldi. Xudo xolasa yo'lga chiqamiz hozir. Опа. Просто подписаться все, да? Tak, tak, tak. To możesz poczytać jak chcesz. Dla nas nie śpieszno. Все. No, bo po ruski czytasz. Так, мы уже по-русски. No. По-русски, да. По-русски здесь написано, да. Sprawdzamy na kontroli. Tam jest wpisane, że my sprawdzali twój paszport, twoja karteczka, wsio. Все окей. Tak, wsio okej. Nie, Tak, dokument, tak, wsio. w systemach tak, my wpisali wsio dobrze. Хорошо. Tak, ale jak chcesz, to możemy postać, poczytasz i podpiszesz. Nie ma Хорошо, problemu. хорошо. Dla nas nie śpieszno. Все, хорошо. No. А długopis mój oddaj. Xullas, bir bor ekan, bir yo'q ekan. Deydi-yu. Uzoq tekshirishdi, uzoq tekshiruvlardan Xudoga shukr tamomini o'tib oldik. Allohga shukr. Xo'p, endigi masala yo'lga chiqamiz. Xo'p, ketdik. Bunaqa uzoq tekshirmasdi. Yaxshi, bu ham bekorga emas. Xudo xolasa har ishni xayri bor deydi-yu. Xudo xolasa yaxshilikka albatta shoshmasdan hujjatlarni hammasini qatdan olgan bo'lsak, o'sha joyiga solamiz. Shoshmasdan. Qatdan olgan bo'lsak, o'sha yerga solib, keyin yo'lga chiqamiz, xudo xolasa. Tak, pasport, prava, venj, texpasport hammasini oldim. Xo'p. O'tgan safar ham bir videoda chiqardim. Yo'lda ketayotganimda o'sha Polshada to'xtatib shunaqa tekshiruv bo'lgan. U yerda ham shtobi tekshirganlik to'g'risida qo'l qo'ydirib olgan menga. Xudo xolasa bo'ldi, endi yuramiz. Bu katta granitsa, katta chegara bu. Birinchi o'sha Yevropaga birinchi chiqqanimda Ilhom aka degan ustozim mana shu yerdan olib o'tgan meni. Xullas mashina to'la yuk perigruz bilan olib o'tgan. Yerdida shu yerdan ketamiz. Endi menga ham nima u? Men ham bilmayman yo'lni qayerdan yurish, shu yerdan yurish kerak ekan deb shu yerdan ketaverganman, orqasidan tushib. Ustozim o'tkazib yuborgan, meni to'xtab ushlab qolib tekshirgan.
Endi anu bilmagandan keyin odam hech narsadan qo'rqmaydi, hech narsadan qo'rqmaganman. O'tib ketganman, ustozim masjidlarda kutib turganman. Yo'l yuzida. Ular tekshirgan, hamma yukimni tekshirgan, smerlarini tekshirgan, qo'yib yuborgan. O'shanda ustozim aytgandi. Bu yo'ldan, bu granitsada duxuborlar o'tadi. Esingdan chiqarmagin shuni deganda, nimaga unaqa deydi deb hayron bo'lgandim. Mana endi sekin bildim. Bu yoqdan o'zi perigruz bo'lmagan holda o'tarkanmiz. Perigruzda juda ham qattiq tekshirar ekan. Hozir perigruzim yo'q edi, hozir shuni o'zida ham ancha tekshirdi. Yuk smerini so'radi, yuk bagaj ochib o'sha orqani ochdim, ko'rdi, bitta palet borligini ko'rdi, tekshirmadi. Smerni ham ko'rmadi. Chunki ko'rinib turibdi, u bitta paletga 1 tonna, 1,5 tonna yuk ketmaydi. Endi kichkina palet. Shunaqa. Xudo xolasa endi ancha ushlanib qoldik bu yerda. Ancha ushlanib qoldik. Mayli, endi bu ham yaxshilikka. O'zi aslida urilishini xuddi toshdek kelib tegayotganga o'xshaydi. Mana katta bir narsalar urilib yotibdi o'ziga. Xo'p, o'zi bugun soat 5 da chiqishim kerak edi. 10 da chiqdim. Mana 10 da уже Polshaga o'tdim. Ancha vaqtdan yutqizildi. Mayli, xudo xolasa baribir ertaga kechga kirib boramiz. Lekin politsiyalari muomalani chiroyli qilib qilsa, muomala qilib, to'g'risini gapirib, aldamasdan chiroyli muomala qilsa, bu Polshani politsiyalari, Yevropani politsiyalari hammasi yaxshi, zo'r, lekin shu muomalalari zo'r. Самое главное, aldash kerak emas, yolg'on gapirish kerak emas. Varshavaga yetmasdan yo'lda remontmi nima? Ya, men tozalashayotgan ekan. Xullas bir 10 kilometrdan ogohlantirdi o'zi. 10 kilometrdan ogohlantirdi. Xudo xolasa deyarli Varshavaga yetib qoldik. Varshavaga ham taxminan bir 10-15 kilometr qoldi. Soatimiz ham 1 bo'lib qoldi. 1 bo'ldi deyarli. Xudo xolasa bu yog'iga 1100 kilometr qoldi endi. Hali lekin uyqumiz kelmayapti. Xudo xolasa hali yuramiz. Nimagadir bugun kech soat nechida o'zi bir 10:30-11larda o'tdimmi? O'sha Polsha nimani chegarasidan o'tgandan keyin yo'q. 10larga yaqin o'tgan bo'lsam, darji 1 soat yurgan bo'lsam, yo'llarda shu 10:30-11larda ham дорожный politsiyalar turadi-da. O'sha kunduzi har doimgi yo'lida turadi. E67 S9 yo'llarida kunduzi qata tursa o'sha yerda turadi. 11 ga yaqin ham, kechqurun 11 ga yaqin ham turadi lekin. Дорожный politsiyalar yoz bo'lgani uchunmi bilmayman. To'g'risi bunaqa kech ko'rmaganman, kech turganini. Kech yaqinda ham o'zim Yevropadan qaytishda nechida o'tdim chegaradan. Adashmasam bir
9larda o'tdimikan? Shunaqa bo'lsa kerak. 9larda o'tgan bo'lsam yo'q edi уже. Yo'q edi. Xudo xolasa bazadan chiqqanimizdan biri 400 kilometr yurdik. 400 kilometr. Zapravkamiz ham уже hali boru, lekin finishga yaqinlashib qoldik. To'ldirishimiz kerak zapravkani. Xo'p, akalar, yana sizlarga bir maslahatmi, ma'lumotmi, bilmayman. Qanaqa qabul qilasizlar? Bu yoqqa kelishdan oldin yaxshilab o'ylab kelish kerak. Yaxshilab o'ylab, chunki xarajatlar o'zi emas. O'ziga yarasha xarajatlari bor. Lekin mehnati ham o'ziga yarasha. Qanaqa? Qaysi ma'noda? Kepsizlar shu ishni eplab ketishinglar kerak. Lekin hammasi o'zingizlarning qo'lingizda. Ish eplab ketish, eplab ketmaslik. Tak. Qiynalmasdan ishni, misol uchun ishga chiqdinglarmi? Mana bugun ishga chiqdik. Ishga chiqqanda напряженный o'tirmasdan bemalol erkin o'tirib nima desa bo'ladi, miyadan yomon narsalarni chiqarib tashlab, yaxshi narsalarni o'ylab ishni qilsanglar, ishlasanglar, xudo xolasa eplab ketasizlar. Напряженный o'tirib, har bitta narsaga vnimaniyani qaratib, har bitta narsaga o'zingizlarni boshingizlarni qotirib bir og'ir qarasanglar bor, ishlolmaysizlar. To'g'risi. Mana misol uchun oddiy misol, mana yo'lda ketyapsizlar, yomg'ir yog'yapti. Voy, yomg'ir yog'yapti deb, yo'qmasam shamol bo'lsa, shamol bo'ldi deb. Yo'q. Odam o'zini bir erkin tutib, yomg'ir yog'adimi, shamol bo'ladimi, nima bo'lsa ham hammasi Allohdan deb bir ishga yaxshi nimada qarab ishlasanglar, xudo xolasa qiynalmaysizlar. Hech ham qiynalmaysizlar. Ish qiyin emas. Oson. Men shunaqa deb bilaman. Nimadir bo'lgan, remont ekan. Remont. Mana bularni yo'lda chetdagi nima deydi? Tunkami nima deydi mana bularni? Shuni yuvishyapti. Mana shuni yuvishyapti. Молодец. Kechqurun tunda Varshavadan o'tish mazza ekan, to'g'risi. Hech kim yo'q. Bemalol. Xudo xolasa birinchi tunnelga ham yetib oldik. Xo'p, shunaqa akalar. Yana o'zimiz mavzuga qaytsak, tak. Ishga yaxshi qarab, qiyinchiliklarni o'ylamasdan oson deb qabul qilsanglar, ish sizlarga unaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Qiynalmaysizlar demoqchiman-da. Qiynalmaysizlar. Ishdan mazza qilib, zavq olib ishlasanglar, o'zingizlarga yaxshi. Bu yoqqa kelib, eplab ishlab ketish oson emas. Xo'p, o'rganish kerak. Nimalarni o'rganish kerak? O'sha planshetda ishlashni o'rganish kerak. Navigatorlarni o'rganish kerak. Mana misol uchun hozir aytaman. Biz planshet yoqamiz. O'zi aslida buni to'xtab ko'rsatishim kerak edi.
Mana. Xo'p. Mana. Navigator turibdi. Mana. Navigator marshrut. Shuni bossanglar chiqadi. Qayerga borishimiz. Mana 52 kilometr qoldi biz boradigan joyimizga. 51 kilometrdan keyin o'ngga burilamiz. Bu birinchi variant. Endi mana shuni aniq manzilga borishi telefoningizga urishdan oldin hozir bundan chiqamiz. Bunga yana qaytib kiramiz. Buni ustiga bosamizda bu aviazapravka. Tak, mana. Mana shuni bosgandan keyin mana shunga yana qaytib kirasizlar. Просмотр редактированиga pastigini bossanglar mana shuni. Mana tepada kod boshlanadi mana 5208. Mana shuni nimaga terasizlar? Google kartaga. Xuddi mana shunday terish kerak. Shunaqa tersanglar boradigan joyinglar yanada aniq bo'ladi. Qayerga borishinglarni cho'tki ko'rsatadi. Mana shu Google kartada. Navigatorda ishlashni o'rganishinglar kerak. Albatta birinchi yangi keldinglarmi? Yangi emas, o'zimman. Planshetga zadaniyani iloji bo'lsa telefonga ham urish kerak. Telefonda ham urib olsanglar qiynalmaysizlar topib borishga. Sababi bu Sijik eski yo'llarni ham ko'rsatadi. Birinchisi. Ikkinchisi, xo'p, yukka olib bordinglar-da. Olib borganinglardan keyin yukni rasmga olasizlar. Rasmga olib keyin SMR yukni topshirayotganda rasmga olib topshirasizlar. Keyin SMR beradi sizlarga, qo'l qo'yib, pechat urib sizlarga qaytarib beradi bitta kopiyasini SMR. Bergandan keyin sizlar o'sha SMR ni ham planshetingizga rasmga olib yuk bilan topshirgan yukinglar bilan SMR rasmga olib ikkalasini o'shanga kiritib qo'ysanglar nima zadaniyaga. O'sha zadaniyani sizlarga berilgan zadaniyaga o'zi bossanglar ustiga chiqadi o'zi. Mana misol uchun qanaqa aytsam bo'ladi. Hozir yana kiramizda. Mana misol uchun deylik. Mana pastda turibdi. Foto turibdi, skaniruет. Mana birinchi kamera turibdi. Birinchisida sizlar SMR nima qilasizlar? Skaniruet qilasizlar. Ikkinchisida mana yukni rasmga olasizlar. Keyin mana pastda подтвердить turibdi. Shuni bossanglar подтвердить bo'ladi, bo'ldi o'sha. Keyin bundan chiqasizlarda, mana misol uchun подтвердить bo'ldi mana. Skriptga turibdi-yu, 0 turibdi. Shu yerda ikkita bo'ladi. Bitta yukga, bitta SMRga. Keyin mana shuni ustiga bossanglar. Mana shuni ustiga bossanglar mana. Birinchisi отметить задание как выполнение deydi. Shuni ustiga bossanglar bo'ldi. Подтвердить qilasizlar, bu zadaniya o'chadi. Keyingisiga o'tasizlar. Xullas, mana shunaqa planshetda ishlashni yaxshilab o'rganishinglar kerak. Qiynalmaysizlar. Qiyin emas ish. Faqat yaxshilab tushunib o'rganib olsanglar bo'ldi. Eng keraklisi shu. Keyin zapravka qilishlarni o'sha bu yoqda o'sha boya aytganimdek kecha videosini ham qo'ydim-ku. O'zingizlar zapravka qilasizlar. Bu yoqda operator, pistoletchilar yo'q. O'zingizlar perchatkilarni kiyib olib, o'zingizlar zapravka qilasizlar. O'zingizlar xizmat ko'rsatasizlar. Xo'p, keyin yana nima? Shu
smer yozishni o'rganib olsanglar, to'ldirishni. Smer to'ldirish ham qiyin emas. Smerni to'ldirish asosan Germaniyada to'ldirasizlar o'zingizlar. Sababi Germaniyada shu kamdan kam hollarda sizlarga smer yozib qo'yishadi. U ham 10 tadan, misol uchun, mana o'tgan safar 12 ta joydan yuk olgan bo'lsam, 12 ta joydan ikkitasi smeri bor ekan. 10 tasiga men o'zim smeri yozdim. Qanaqa yoziladi? O'zi smeri bilan, smeringlar bilan, qo'linglardagi smer bilan kirsanglar, o'zlarida pechati bo'ladi, tayyor. Birinchiga, 4-qatorga, keyin 22-ga, 3tasiga pechatni urib olasizlar o'sha. Smeri jo'natuvchini pechatida, u jo'natuvchining adreslari bor u yerda. Pechatni urib olasizlar va keyin 2-3ga sizlar xatga olib borishinglar kerak. Misol uchun qatsam bo'ladi. Masalan, xo'p, Toshkent shaharda, misol uchun, Toshkent shahar Yakkasaroy ko'chasi, misol uchun, Rakatboshi mahalla, palon ko'cha, palon uy deysizlar. 3ga Toshkent shahar deb yozasizlar. Misol uchun Litva, misol uchun Germaniyadan Litvaga oldikmi, 3ga Litva deb yoziladi. Bo'ldi. Xo'p, keyin o'sha yukinglarni nechta palet? Bitta palet bo'lsa, bitta palet, yoniga kilogrammini yozasizlar. Shu. Unchalik qiyin emas. Uni ham bir yaxshilab ko'rib olsanglar, tushunish oson. Qiyin emas-da. Xo'p, yo'lda nima yana? Yo'lda shu znaklarga qarab, palasalarga qarab yursanglar bo'ldi. Chiqqanda pavorot yoqib chiqib, kirganda yana kirishda ham pavorot yoqib kirsanglar bo'ldi. Unaqa sizlarga muammo, bir qiyinchilik tug'dirmaydi. Yana nima desa bo'ladi? Shu rus tilini yaxshilab bilishinglar kerak. Rus tilini o'rganib olsanglar, qo'shimchasiga agar ingliz tilini, hech bo'lmasa ingliz tilini bilib olsanglar, nur ustiga a'lo nur. O'zingizlarga yaxshi, qiynalmaysizlar. Xo'p, yo'lda politsiyalar to'xtatganda qanaqa muomalada bo'lasizlar? Qanaqa muomalada? O'zingizlarni yo'qotib qo'ymaysizlar. Xotirjam o'tirib, mashinadan tushmaysizlar. To'xtatsa, tremenni yechib, assalomu alaykum deb tushmaysizlar. Yo'q, mashinada o'tirib, ikkita qo'l rulda bo'ladi. Kelib sizlarga o'zini tanishtiradi, sizlardan so'raydi. Misol uchun pasport ber deydi, prava ber deydi, mashinani pasportini ber deydi, tex pasportini ber deydi. O'sha o'zini savolidan kelib chiqib beraverasizlar bitta hujjat. Shunaqa payt nimalar ham bo'ladi? Misol uchun to'xtatadi, faqat smer so'raydi. Yuk smerini ber deydi. O'shanda smerni berasizlar, ular ko'radi, ochasizlar mashinani, tekshiradi, qo'yib yuboradi. Shu. To'g'risini aytsanglar, misol uchun xato qilib qo'ydinglar yo narusheniya qilib qo'ydinglar, sizlarni to'xtatdimi yo to'xtash mumkin emas joyda to'xtab qoldinglar. Sizlar vaziyatni tushuntirsanglar, to'g'risini tushuntirsanglar, tushunadi, aksari tushunadi. Gollandiyada to'xtatdi mana bir marta politsiya. O'sha kichkina mahallaning ichida oxirgi yukimni olib kelayotgandim. O'sha Gollandiya oxirgi yukimni. Uje soat 7da yopadi. Uje yo 7da yopadi, 7gacha ishlaydi degan. Aman o'sha mahallaga kirib keldim, o'sha ko'chasiga kirib keldim. Adashmasam 5 ta kam 7 edi. Shu burildim. Nimasiga o'sha yuk tushiradigan joyimga burildim, yetishimga bir yetib ham keldim. O'sha darvozasini yopiq ekan, faqat darvozasini oldida to'xtadimda, knopkani bosib o'sha zvanoy chalib chaqirdim. Chiqib kelguncha o'sha politsiya yetib keldi, mashinani qo'yib tekshirib
Mashinasini qo'ydi, keyin o'zlarini tanishtirdi, shunaqa dedi, pasporting dedi, pravang dedi. Keyin mashinani texpasporti. Hammasini berdim. Pasport, pravani berdim. Keyin o'sha Yevropada yurishinglarga krasniy bumaga bor, shunaqada yurasizlar. O'sha ishxona qilib beradi uni ham. Krasniy bumagani bersam, ular olmadi uni. Yo'q, bizga bu kerak emas dedi. Mayli dedim, lekin hozir so'raysan baribir dedim. Shuni tekshirdida, keyin telefon qildim men. Menga inglizcha gapirdi, men aytdim, "No English" dedim. Bilmayman dedim. Rus tilini bilaman dedim. Shuni aytsam, "Okey" dedi. Kimgadir telefon qildi. Переводчикmi, bilmayman, yo tanishimi, yo. Chunki hamma davlatda politsiya rus tilini yaxshi gapira oladigan politsiyalar ham bor. Ya'ni kecha Germaniyada to'xtatganda ham o'sha ruscha gaplashdi. Telefon qildi, men bilan bog'lab berdi, gaplashdim. Shunaqa, sen dedi pravang beribsan dedi, bu prava faqat Yevropaga o'tmaydi dedi. O'zbekiston pravasi dedi, Yevropaga o'tmaydi dedi. Xo'p dedim, to'g'ri o'tmaydi dedim. Lekin men dedim, bularga dedim, pravam bilan qo'shib dedim, bizga dedim, Yevropada yurishga krasniy bumaga bergan dedim. O'shani taqdim qilsam bular dedim, olishmadi dedim. Kerak emas deb aytdim. Menda bor dedim, Yevropada yurishga ruxsat nomam bor, hujjatim bor dedim. Shuna dedim, telefonni bering dedi, berdim. Shu bir narsa dedi. Endi ular tushundi, men tushunmadim. Keyin berdim, yana o'sha krasniy bumagani berdim, ko'rdi-da. Okey dedi. Okey desam, okey dedi. Bo'ldi. Okey bo'lsa okey dedim. Shu bilan ketdi. 7 dan 10 minut o'tib ketdi. Yukimni qabul qilib oladigan bolalar ham ko'chaga chiqib qarab turibdi menga. Darvozasini olib turibman, politsiya turibdi. Men aytaman unga, bir ancha ushlanib qoldim, bir 15-10 minut ushlanib qoldi, men aytdim. To'xta dedim, mana hujjatlarim senda dedim. Men hech qayerga ketmayman dedim. Ya'ni u переводчик orqali gaplashdikda. Men aytdim, shunda yukimni topshirib olay dedim. Meni kutib turibdi bular desam, hozir dedi, 5 minut dedi. Shu bilan keyin yo'q. Qo'yib yubordi, keyin uzr so'rab qo'yib yuboradi. Shunda qo'yib yubormaydi, uzr so'rab qo'yib yuboradi. Yaxshi, lekin muomalasi hammasi yaxshi. Xudo xolasa yana bir 30 kilometrlar qoldi-yu, adashmasam. Zapravkagacha. Zapravkani qilib yana yuramizmi, ko'ramiz. Uyqu kelmasa yuramiz, xudo xolasa. Uyqu deyarli kelmayapti lekin. Ertaga kechgacha yuramiz baribir. Ertaga 4larda yopiladi u ishxona. 4larda yopiladi. Shu 4largacha borib olsak, shu bilan dam olamiz. Ertaga xudo xolasa. Bitta palet olib kelaman. Menimcha bu srochniy bo'lsa kerak-da, qanaqadir. Qaytishimga ham yuk deyarli tayyor bo'lsa kerak. Sababi hafta o'rtasida kamdan kam hollarda chiqaradi o'zi. Uni chiqaradi. Asosan shanba bozorga qoladigan qilib chiqarardi. Cho'taman shanba, yakshanba qolmasam kerak. Shanba, yakshanba qolmayman, sababi ertaga chorshanba yetib borsam, payshanba yuk topshirsam, agar payshanba topshirsam, bo'ldi. Payshanbadan yuk olaman, juma oxirgi yukni olib, yana juma kuni kechga qaytsam kerak, xudo xolasa. Juma kechga qaytsam, shanba yetib kelaman, ba'zan kunduzlari yetib kelaman. Kechgacha yetib kelaman-da, shanba kuni. Xo'p, shanba kuni men o'sha kelsam, tak, ustozim Ilhom aka va do'stimiz Ruslan ular bo'lishmaydi. O'zbekistonga ketishgan bo'ladi. Juma kuni ketishadik.
Xudo xohlasa adashmasam juma kunida 30 ga. Bir oylik ta'til. Biz hali ta'tilga bormaymiz. Hali ishlashimiz kerak, Xudo xohlasa. Agar mana bunaqa busikda yo'lga chiqqanimda hali yetib kelmagan bo'larmidim, Alloh alam, Varshavaga. Chunki sekin yuradi. Men temirda chiqqanman, bu temirda toychoq chopadi-yu bu. Chopadi. Shuning uchun bunda chiqsa sal yo'l qanaqadir barakali unadi-da, yurish unadi. Endi 120-125 haydagandan keyin ancha-muncha o'sha 25 tezlik ham 25-30 tezlik ham ancha narsani hal qilib qo'yar ekan avtobanlarda. Uzoq yo'llarda yaxshi temir. Bu temir endi nimasi yomon? Buni spalnisi yo'q. Narigi mashinani, ustiklarini spalnisi bor, tepasida yotsa bo'ladi. Yotadigan joyi bor, zo'r. Bunda lekin yotish qiyin-da bunda. Bunda shu salonni o'zida cho'zilib yotiladi, salonni o'zida. Shanba, yakshanba bo'ladigan bo'lsa, shanba, yakshanba ham agar mashinada qolinadigan bo'lsa, bonusi bor. Agar temirda Yevropada qolib ketilsa, bonusi bor. Kechqurun mashina kam, mazza yurish, ayniqsa yozda kechqurun yurish yaxshi lekin. Soatim 1:30 bo'lib qoldi. 1:20 bo'ldi. Tak. Xudo xohlasa yuraveraylikchi. Zapravka qilib ham ozroq yuramiz, yana bir 200 kilometrmi, bilmayman. Umush tonggacha yuramanmi? To'g'risi kelib qolmasa agar. Endi bugun kunduzi dam olganim hisobiga uyqu ham kelmayapti to'g'risi. Kunduzi ertalab o'sha bazaga qatnaydigan mashinada akalar minib ketishgandi ishxonaga. Uyda mashina qolmagandi. Keyin nima qildim? Avtobusda bordim ishxonagacha. Ikkita peresadka bilan boriladi avtobusda. Keyin birinchi avtobusga chiqdim, 32 avtobusga chiqdimda. Chiqdim. Endi menda to'g'risi yonimda naqd pul yo'q edi. Karta bor edi. Endi kartada to'lab yuboraman dedimda. Naqd pulim yo'q edi. Chiqdim, avtobusga chiqdim. Anaqasiga karta o'sha uradigan joyiga nima qilsam bu vandaga karta o'tmas ekanda. Yo'q dedim, bunaqa karta yo'q dedim. Men aytdim, ruscha gapirsam yosh yigit ekan, avtobus haydovchisi, rahmat deb qolaman o'sha odamga. O'sha Google o'sha nimada translate переводчик orqali gaplashdim. Men aytdim, ming bor uzr dedim. Men birinchi marta avtobusga chiqishim dedim. Men bilmadim karta o'tmasligini dedim. Qanday to'lasam bo'ladi sizga pul? Faqat menda kartada desam, no problem dedi. Sure dedi. No problem dedi. Men aytdim, endi nima desa bo'ladi? Qanaqadir bir hech bir недоволен bo'lmasdan bir
nima norozilik, yuzida norozilik alomatini ko'rmasdan, dedi. Kulib, "Okey, hamma zo'r" deyapti-da endi. Inglizchalab. "Sure" dedi. Xursand bo'ldim. Rahmat dedim. 1 yevro ekan avtobus, 1 yevro ekan. Shahar o'sha ichida avtobus. Avtobusdan tushdim, bu yerga o'zimizning ishxonani mashinasi keldi, ishxonani mashinasida ketdim. Bazagacha. Bu yer logistik firmada. Mana shu yerda bitta firma bor. Makro degan. Mana makro. Ko'rinmaydi. Uzoqda. Shunaqa ishxonaga ham tekinga yetib oldim. Lekin yonim keyingi safar menga urok bo'ldi. Keyingi safar yonimda pul olaman endi agar avtobusda ketsam. Polshadagi o'sha Varshavadan o'tganda avia zapravka постоянно doimiy o'sha Germaniyaga ketishda mana shu zapravkaga kiramiz. Akamiz zapravkaga yetmasdan yo'lda qolib ketganda shu yerda tortib olib kelganda bitta ishxonaning mashinasi. Mana shu yerga kelganda shu tortib mana yurganda uzilib ketganda arqoni. Arqoni uzilganda mana shu kurugdan tortib kelayotgan mashina shunda orqaga qaytganda bazaga surib yuborgan. Kurug o'rtasida tashab. Kurugni o'rtasida tashab surib yuborgan. Yuki bilan yo'l kurugda qolib ketgan o'zi ham bor. Keyin orqamdan dedi mashinada signal chalib yotibdi dedi. Buni aytib berganman. Shu yerga kelsam doim shu esimga tushadi o'sha voqea. Oxiri bitta chol tortib olib ketdi deydi. Mana shu o'ng qo'ldagi zapravka. Chap qo'lda qabriston. Kechqurun chiroqlarmi nimadir yonib turadi mana shu yerda. Xo'p, bu yerda kartada ichkariga kirib to'laymiz. Ichkarida magazini bor. O'sha magaziniga kirib to'laymiz. Doim shu 6-kolonkada to'xtayman. Qulay to'xtash. Shu yerda turish qulayda. O'zi asosan naryoqda katta mashinalarniki. Xo'p, bu yerda qanaqa qilamiz? Bu yerda kartani olamiz. Kartani olib ichkarida to'laymiz. Hozir bu yerda zapravka qo'ysak bo'ldi. Xo'p. B7. B7 dizel. Adashib AdBlue quyib yubormaylik. Sababi bo'lgan AdBlue quyib yuborishlar ham qani ketmaydimi endi? Bizga tayyor. Hurmat shekilli. O'zbek bo'lganda ochib yuboringlar derdik. Bu yerda yaramas, ruschani ham bilmaydi bular. Biz mana shu Toychoqda chiqqanmiz. Temir. O'zi ham dabdala bo'lib ketdi oldilari. Hali ham yo'lda laboyi yuvdim. O'zim kirib aytib chiqdim oxiri. Ochib yuboringlar desam, bo'ldi dedi. Ketdi.
Xudo xohlasa bo'ldi endi. Hozir zapravkani qilib bo'lgandan keyin shu yerda parking bor, shu yerda dam olamiz. Parkingda yurmaymiz. Chunki o'sha vaqt ham ancha bo'lib qoldi. Bugunga yetadi endi, xudo xohlasa. Ertaga yuramiz. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, yaxshi dam olinglar. Xudo xohlasa ertaga yana video qilamiz. To есть bugun yana